Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, qadrli otaxonlar va muhtaram onaxonlar. Bugun biz siz bilan bank kartalaridagi pul mablag'laringiz to'satdan bloklanib qolishi, bunga sabab bo'layotgan Markaziy bankning yangi ko'rsatmalari va bu vaziyatdan qanday chiqib ketish haqida batafsil gaplashamiz. Agar siz ham nafaqangizni, oilaviy jamg'armangizni, bolalaringiz yuborgan pulni yoki biror narsani sotib topgan mablag'ingizni bank kartasida saqlayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha diqqat bilan ko'rishingizni so'rayman. Chunki bugungi kunda o'n minglab nafaqaxo'rlarimiz mana shu muammo sababli eng oddiy ehtiyojlarni qondira olmay, oziq-ovqat va dori-darmon olishga qiynalib turibdi. Hayotini davlatga sadoqat bilan xizmat qilishga bag'ishlagan 20, 30, 40 yildan oshiq vaqt davomida halol mehnat qilib, farzandlarini voyaga yetkazgan, mahallasi va yurtiga doimo nafi tekkan. Bugungi kunda ham nevaralarini duolari bilan qo'llab-quvvatlayotgan, har bir somni tejab-tergab yiggan otaxon-onaxonlarimizning bank eshiklarida javob kutib turishi, ularning qarzga botishi, nafaqat moddiy, balki ruhiy azob chekishi adolatdanmi? Sizning halol mehnatingiz, qaramogingizdagi oilangiz va o'z ehtiyojlaringizni ta'minlash uchun yiggan har bir tiyiningiz shu darajada nazoratga olinishi, sizni noqonuniy harakatda gumon qilinishi, umringizning katta qismini shonli mehnatda o'tkazganingizni unutib qo'yish adolatdanmi, deyman. Siz-ku bu yurtning tayanchi, ustuni edingiz, aziz keksalar. Bugun sizdan ko'ra hurmatliroq kim bor bu jamiyatda? Ana shu savolga javob topish uchun, ana shu adolatsizliklarga qarshi birgalikda kurashish, qonunlardagi o'zgarishlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish, huquqlaringizni bilish va himoya qilish uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero birgalikda biz kuchlimiz va faqat birgalikda biz o'z ovozimizni eshittira olamiz. Eslayman, ilgari naqd pul ko'tarib yurish xavfli, bank kartasi esa qulay va ishonchli edi. Nafaqaxo'rlarimiz, hatto mahalla otaxoni ham, onaxon ham nafaqasini, bolalari yuborgan pulni, qishloqda molini sotganidan tushgan mablag'ni bemalol kartada saqlashardi. Negaki banklarga ishonch bor edi. Davlat ularning jamg'armasini himoya qilishini his qilishardi. Pensiya jamg'armasidan tushadigan pullar ham kartalarga o'tkazilardi va bu juda qulay tizim edi. Har kim o'ziga kerakli mahsulotni, dori-darmonni dorixonalardan, do'konlardan karta orqali xarid qilardi. Hech kim ularning pulining qayerdan kelganini so'ramasdi. Pulni yechib olishda hech qanday muammo yo'q edi. Odamlar o'z mehnatining rohatini ko'rishardi, yiggan mablag'lardan erkin foydalanishardi. Pensiya oluvchilar o'z nafaqalarini o'zlari istagan joyda, istagan vaqtda sarflash huquqiga egaligini bilishardi. Bu tinchlik va osoyishtalik hukm surgan davr edi, desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Lekin bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Markaziy bankning 109 sonli yo'riqnomasi tufayli jismoniy shaxslarning, ayniqsa nafaqaxo'rlarimizning kartalaridagi mablag'lari qat'iy monitoring ostiga olinmoqda. Agar sizning kartangizga bir vaqtning o'zida 5 million so'mdan ortiq mablag' kelib tushsa, bu sizning bogingizni, dalangizni sotganingizdan tushgan pul bo'ladimi, qoramol sotganingizdan tushgan mablag'mi, yoki farzandingiz chet eldan yuborgan yordam puli bo'ladimi, farqi yo'q, sizning hisobingiz, mablag'larning kelib chiqishi aniqlangunga qadar muzlatib qo'yiladi. Mana shu aniqlangunga qadar degan jumla ortida esa bir haftalar, hatto bir oylar yashirinishi mumkin. Tasavvur qiling, qariyalarning kartasi bloklanib qolsa, ular nafaqaga tayanib yashaydigan odamlar bo'lsa, non sotib olishga ham pullari bo'lmaydi. Ular yurak dori-darmonlarini, qon bosimi tabletkalarini sotib ololmay, haftalab prokuratura, bank eshiklarida sargardon bo'lib yurishadi. Bu achchiq haqiqat. Bunday holatga tushgan bir emas, ikki emas, o'nlab nafaqaxo'rlarimizni o'z amaliyotimda uchratdim. Xo'sh, kimlar ko'proq xavf ostida? Birinchi navbatda bu uyda mol boqib, sotib tirikchilik qiladigan, o'zining kichik dehqonchilik mahsulotlarini sotib kun kechiradigan keksalarimizdir. Masalan, mahalla chekkasidagi otaxon umr bo'yi mehnat qilib, birgina qora molini boqib, uni katta qilgan edi. Endi o'ziga dori-darmon olish, nevarasiga to'y qilish uchun shu molini sotdi. Pulni bank kartasiga o'tkazgan edi, bir zumda hisobi bloklandi. O'zining halol mehnati bilan topgan puliga ega chiqolmayapti. Bankka borib, molining hujjati, shartnomasi borligini aytsa ham, yo'riqnoma shunday, aniqlashimiz kerak degan bahonalar bilan kun sayin sarson qilinmoqda. Uning yonida qatorda turgan qon bosimi yuqori bo'lgan onaxon ham xuddi shunday ahvolda. Farzandlari chet elda ishlashadi. Oyliklarini bir qismini onasining hisobiga yuborishgan edi.
Onaxon esa o'zining eski uyini ta'mirlatmoqchi edi yoki og'ir kasal bo'lgan jiyani uchun dorilarga pul bermoqchi edi. Endi u ham non sotib olish uchun qo'shnisidan qarz so'rashga majbur. Tasavvur qiling, umri davomida birovga qaram bo'lmaslikka o'rgangan, o'z mehnatining halol mevasini yegan, faqatgina o'z kuchiga tayangan inson bugun o'zining bolalari yuborgan pulini ololmay, non olish uchun qo'shniga qarzga kirishga majbur bo'lsa, u qanday azob chekadi? Bu shunchaki bir misol emas, bu har kuni o'nlab oilalarda yuz berayotgan real voqelik. Uning uchun bu nafaqat moddiy, balki shaxsiyatiga yetkazilgan juda katta zarba. Mahalladagi boshqa nafaqaxo'rlar oldida qarz so'rash, qandaydir tushunarsiz holatga tushish, bu ularning qadr-qimmatiga tegadi. Yoki boshqa bir misol. Qishloqda istiqomat qiluvchi 7-8 yoshdagi bolalarga qarab o'tirgan onaxon o'z nafaqasining har bir tiyinini tejab, nevaralarini maktabga tayyorlash, ularga kiyim-kechak olib berish uchun yiggan edi. Qarindoshlardan biri ham unga biroz yordam berdi, pulni kartasiga o'tkazdi. Endi onaxonning hisobidagi to'plangan mablag' to'xtatildi. Bu pul 100 ming so'm ham emas, balki 5 million so'mdan ortiqroq edi, chunki onaxon uzoq yillar davomida yiggan edi. Hozir u nevaralariga bir daftar sotib ololmaydi, na oziq-ovqat, na kiyim-kechak. Bola-chaqaga nima deydi? Ular buvimiz bizni parvarish qila olmaydilarmi deb o'ylashlari mumkin-ku. Bu kabi voqealar nafaqaxo'rlarimizning hayotiga juda og'ir ta'sir ko'rsatmoqda. Ba'zi toifadagi nafaqaxo'rlarimizga arzimas miqdorda nafaqa oshirilishi haqida gapirishadi, lekin bu narx-navo oshishini qoplaydimi? Pensiya jamg'armasi tomonidan har yili e'lon qilinadigan kichik o'zgarishlar, ba'zi sohalarda ishlaganlarga yoki xizmat ko'rsatganlarga qo'shimcha imtiyozlar berilishi haqidagi xabarlar ko'pincha oddiy nafaqaxo'rning hayotida hech narsani o'zgartirmaydi. Axir, bugungi kunda 1 kilogramm go'shtning narxi 100 ming so'mdan oshib ketgan bir paytda 200-300 ming so'mga pensiya oshirilishi qanday nafas beradi? Eng achinarlisi shuki, ana shu arzimas oshirishlar ham bank tizimidagi mana bu muammolar tufayli yetib bormasdan yoki undan foydalanib bo'lmasdan qolmoqda. Nafaqaxo'rlarimizning aksariyati moliyaviy savodxonligi pastligi sababli ham bunday vaziyatlarda o'z huquqlarini talab qila olmaydilar. Shunchaki qo'llarini ko'tarib, davlatga, taqdirga tan berishga majbur bo'lishadi. Bunday bo'lmasligi kerak. Sizning hayotingizda ham shunga o'xshash holat bo'lganmi? Bank kartangiz bloklanib, qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Bu vaziyatdan qanday yechim topdingiz? Balki siz ham biror tajribangizni baham ko'rarsiz. Izohlarda o'z tajribangizni yozib qoldiring. Ismingizni, yoshingizni, qancha muddat ishlaganligingizni yozing. Boshqa yurtdoshlarimizga ham foydasi tegsin. Bu muammo qanchalik keng tarqalganini birgalikda bilib olaylik. Aynan sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, xizmat stajingiz va hayotiy tajribangiz bu masalaning jiddiyligini ko'rsatishga yordam beradi. So'sh, bu vaziyatdan qanday chiqib ketishimiz mumkin? Men huquqshunos sifatida sizga bir nechta amaliy tavsiyalar beraman. Birinchidan, pullaringizni bir joyga jamlamang. Agar sizda katta miqdorda pul bo'lsa, uni bir bank kartasida saqlamang. Mablag'ni bir nechta bank kartalari orasida yoki hatto 2-3 xil bank hisob raqamlarida taqsimlang. 5 million so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorni naqd pul ko'rinishida uyingizda, ishonchli joyda saqlash ham hozirgi sharoitda ma'lum ma'noda o'zini oqlashi mumkin. Ikkinchidan, har qanday katta pul tushumi uchun hujjatli asosga ega bo'ling. Agar siz mol-mulk sotgan bo'lsangiz, masalan, mol, yer uchastkasi, bogingizni, albatta oldi-sotdi shartnomasi, hatto oddiy yozma tilxat shaklida bo'lsa ham tuzing. Agar farzandingiz chet eldan pul yuborayotgan bo'lsa, bank o'tkazmasida albatta pulning maqsadi, masalan, otasining dori-darmoni uchun, uy ta'miri uchun, oziq-ovqat xaridi uchun aniq ko'rsatilishi shart. Bu kabi hujjatlar mablag'ning kelib chiqishini tasdiqlashda sizga yordam beradi. Uchinchidan, bank bilan darhol bog'laning. Agar kartangiz bloklansa, darhol bankka boring va vaziyatni tushuntiring. Yozma ariza bilan murojaat qiling va arizangizning nusxasiga bank xodimining imzosi va sanasini qo'yib oling. Agar bank sizga oqilona javob bera olmasa yoki vaziyatni hal qila olmasa, zudlik bilan pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga ham murojaat qiling. Ularning mas'uliyati sizning nafaqangizni ta'minlashda bevosita. To'rtinchidan, yuridik yordam oling. Agar bank bilan muloqot natija bermasa, malakali huquqshunosga murojaat qiling. U sizning nomingizdan bankka, pensiya jamg'armasiga, markaziy bankka yoki prokuraturaga rasmiy so'rovlar kiritishga, kerakli hujjatlarni tayyorlashga yordam beradi.
Ko'pincha huquqshunosning rasmiy murojaati vaziyatni tezroq hal qilishga yordam beradi. Unutmang, har bir fuqaroning oz mablag'lardan erkin foydalanish huquqi bor va bu huquq Konstitutsiya bilan himoyalangan. 5-dan, mahallaning yordamidan foydalaning. Agar sizning muammoingiz mahallaning boshqa a'zolariga ham ta'sir qilayotgan bo'lsa, mahalla raisi va faollari bilan bog'laning. Mahalla fuqarolar iginining vakillari sizni qo'llab-quvvatlab, tegishli idoralarga jamoaviy murojaat qilishga yordam berishi mumkin. Bu ayniqsa qishloq joylarda juda muhim. Aziz otaxonlar, muhtaram onaxonlar, siz 20, 30, 40 yil davlatga sadoqat bilan xizmat qilganingiz uchun davlat sizga shunday minnatdorchilik bildirishi adolatdanmi? Endi siz oz nafaqangizni, halol mehnat bilan topgan pulingizni bank kartasida bemalol saqlay olasizmi? Sizning jamg'armalaringiz xavfsizligiga ishonchingiz bormi? Siz bu haqdagi fikrlaringizni va qanday yechimlar ko'rayotganingizni izohlarda yozib qoldirasiz degan umiddaman. Biz sizning har bir ovozingizni eshitishga tayyormiz. O'zingizni asrang, huquqlaringizni biling va himoya qiling.